Assalomu alaykum. Qadrli kanalimiz kuzatuvchilari va tabiat sevar muxlislar. Bugungi obzorimizda Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Shohimardon qishlog'idan olib boryapmiz. Ya'ni biz mana shu Shohimardon qishlog'ining markazida joylashgan dachani qisqacha obzorini qilamiz. Bu dachamizda egalarining ismi Salimjon aka. Telefon nomerlarini pastga qo'yib qo'yamiz. Bu dachamizni obzor qilishdan oldin bir narsa aytib ketishim kerak. Ya'ni bu dachamiz Shohimardon qishlog'i markaziga keluvchi yo'lni bo'yida, ya'ni aniqroq orientir aytadigan bo'lsam, mana bu Shohimardon qishlog'ining jome masjidi, ya'ni mana shu jome masjidni ro'parasida. Demak, bu yerga kelgan dam oluvchilar jamoat bilan bemalol 5 vaqt namozlarini ado etishlari mumkin. Xo'p, demak bugun mana shu dachamizni qisqacha obzorini qilamiz. Dachamizga kirganda demak o'zbekcha muhitsizlikni qamrab oladi, ya'ni tog'yan bag'ri bo'yida. Mana hovlimizning umumiy ko'rinishi. Bu yerda xonalari bor. Hozir kirib ichkariga ko'ramiz. Mana bu oshxonasi. Dachamiz umumiy ko'rinishi. Hozir xonamiz sharbatlarini qisqacha videoga olamiz. Mana xonalarimizni ichki ko'rinishi. Mana bu dachamiz Shohimardonning markazida. Mana tabiat chiroyli. Hop. Xonalarimiz deyarli bir xil. Tashqarida o'tiradigan so'rilarimiz bor, mavjud. Ovqat pishirish qozon o'choqlarimiz bor. Mana xohlasalaring qozon o'choqda, xohlasalaring narigi tomonda gazlarimiz ham bor. Bemalol foydalanishlaring mumkin. Dachamizning narxiga keladigan bo'lsak, dachamizni bir kunlik narxi bir kishiga 50 ming so'mdan. Bu qimmat emas. Kelib bemalol narxi dam olish uchun qulay hisoblanadi. Bu joyda o'zimga ham yoqqan jihati shu masjid ro'parasidagi ekan. Tualet tomonlari ham zamonaviy tarzda qurib o'tkazilgan. Bu tomonda hech qanday muammo yo'q. Agar dachamiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. Iloji boricha kelishlaridan 2-3 kun avval telefon qilib qo'ysalaring joy olib qo'yiladi.
Endi ko'pchilik bilmasligi mumkin, bu Shohimardon qishlog'iga kelish uchun asosan Vadil postdan o'tiladi, ya'ni Farg'ona shahridan Vadil qishlog'idan o'tuvchi Vadil postga o'tiladi. Mana shu orqali bemalol kelishlar mumkin. Ya'ni Shohimardon hammamizga ma'lumki, anklav hudud hisoblanadi, ya'ni Qirg'iziston hududidan kirib boriladi, ya'ni Qirg'iziston ichidagi qishloq hisoblanadi. Agarda bugungi olgan video obzorimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va mana shu videolarimizni dam olishda yoqtiruvchi do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.